Assalomu alaykum qadrli do'stlar, sizlar bilan birga Bekzodjon kanali sizlarga ham videoroligimda ko'rgandan bog'liq to'g'risaman. Qadrli do'stlar, bugungi videoroligimizda chorvachilik biznesi, to'g'rimi? Chorvachilik biznesi. Bu kishi tadbirkorlar va bu yerda hozir qanaqa qilib qo'chqorlarni ko'paytirish, soliqdan asosan, to'g'rimi? Soliq bilan shug'ullanamiz. Soliq, faqat soliq, shu chorvachilik yonusi. Bo'ldi. Shu mol chorvachiligimiz ham bor. Bo'ldi, xudo xolasa, bo'lsam o'z videoroligimizni boshlaylik. Ha, bo'ldi. Ket. Soliqlarni chorvachilik kreditdan ustida tadbirkorlik qilyaptik. Shu mana bu yerda mollarimiz ham bor, bu yerda qo'ylarimiz bor. Hatto nechta qo'y bor o'zi? Bu yerda hozir 17 tami, 18, 20 taga yaqin. Hammasi bo'lib. Hammasi soliq. Ha, soliq. Endi yillik daromadingiz qancha bo'lyapti hozir? Yillik daromad endi 20 million, 30 million bor. Yillik daromad shundan qilsang, ha, 20 million, 30 million bor. Shu yillik daromad. Bir yilda 2 marta bolalaydi, 6 oyda. 12 oyda 2 marta daromad olamiz. Shu nima bu yerda mollarimiz bor. Endi bular bir yilda bitta ko'payishadi. Bu ham chorvachilik. Bu ham. Necha oyli bu endi? Necha yosh? Bu nechinchi tug'ishiga? Bu 3-chi tug'ishi. 3-chi tug'ishiga. Ha, bu ham yaqinda xudo xolasa bolalaydi. Bug'oz hozir. Ha, bug'oz hozir. Bularcha? Ha, bular o'tgan yilgi bolasi. Buni bolasi. 1 yosh, ha, buni bolasi. Shu. Bu endi eshak ham sizdanmi? Ha, bu ham eshak ham mendan. Bo'ldi. Narigi tomonda endi tadbirkorlik qilib o'sha ko'chat, tarvuz mahsulotlarini, tarvuz mahsulotlari yetishtiryaptik. Shu. Mana hozir ham urug' solishyapti. Mana bir shuni ham ko'ramiz, yuring. Aka, endi bu qancha endi kredit olgansiz? Kredit 30 million olgandim. 30 million so'm olgansiz kredit. Ha. Shu chorvachilikka molga olgandim. Qachon oldingiz? 3 yil bo'ldi. 3 yil bo'ldi. To'lab oldingizmi? Yo'q, jicha qoldi. Jicha qoldi. Ha. Xudoga shukr, yaxshi. Yaxshi rivojlanish bor. Ha, rivojlanish bor. Shu. Gapi bor. Mana bu yerda ko'chatlarimiz ham bor. Ko'chatlarimizga o'tamiz, ko'chatlarimizda ham. Mana ko'chatlarimizda bo'yi 13 metr, eniga 1,5 metr. 1,5 Ha, 1,5 metr. Ichiga 15 mingta, 14 mingta ko'chat ketgan. Har bittasiga? Ha, har bittasiga. Mana bularniki 7 metr, 8 metr bo'yi. Sal kichkina ekan. Ha, bular kichkina, bularnikiga 10 mingtami ketgan. Shu. Narigilar endi ular bo'yi 10 metrlik. Hammasiniki, ha, 10 metr, ichiga 11 mingta, 12 mingta ko'chat ketgan. Shu biz daromadimiz ash. Ha, 3 metrlik salafan. Ustidagi, ichidagi 1,5 metrlik. Buni alohida tagidan, ichidan yana bitta. Ha, ichida ham bitta salafan bor. Uni ichiga ham. Ichidagi salafanni yopishimizdan maqsad namlik ketib qolmaslikka. Shu ichida ham salafan bor, namlik ketib qolmaslikka. Afsama maqsad. Shu issiq berishga-da maqsad. O'sish. Bu tarvuz mahsulotlarini shu yetishtirishdan so'ng ko'chat navlarini qilyaptik. Ko'chat bu. Hozir urug' solinyapti. Bu urug' solinyapti. Ha, hozir urug' solinib yetishtiryapti. Xudo xolasa tayyor bo'lib qoladi bir oyning ichida. Nima bu yerda ochilgan chiqqanlari bor, pomidor ko'chat bor, mana bu yerda qovun ko'chat bor. Bular solingan. Bular hozir chiqqan-a? Yo'q, bular chiqmagan. Endi tarvuz ko'chat bilan pomidor ko'chat chiqqan. Endi mana bu qovun ko'chatlar kecha solindi. Tayyorlab qo'yilgan. Ha, tayyorlanib, endi urug'larni solib qo'ydik. Mana hozir. Xo'p, mana endi tarvuz ko'chatini ko'rsatamiz. Hozir ochib olamiz. Keling chiqamiz. Mana bu yerda ochdik. Ko'chat navlari, bu yerda ko'chat. Tarvuz ko'chat. Tarvuz ko'chat. Ha, tarvuz ko'chatlarimiz bu. Bu nechta lampochka qo'yilgan bu yerga? Bu yerga 7 ta. 7 ta mana bu tomonda. 7 ta. Ha, 7 ta lampochka uni ustida chiqazganmiz. Tarvuz ko'chatlarni. Mana navlar ko'chat. Shu svit orqali shu
lampochka orqali chiqazilgan. Bu ko'chatlardan topadigan daromadingiz qancha endi? Shu yiliga 15 million. Ko'chatlarni o'rtasidan? Ko'chatni o'zidan. Ko'chatni 15 million. 15 million. Ha, shu yerdagi ko'chatlardan o'zimiznikidan 15 million, 20 million daromad bu. Chorvachilik. Chorvachilik u shu. Keyin mahsumiy dehqonchiligimiz ham bor. Tevada bog'imiz ham bor. Endi shu xudo xolasa u noklar bor, boshqa endi o'shanda chaqiramiz bir. Bo'ldi, xudo xolasa o'tsa agar Xudo xolasa videorolik qilib boramiz. Xudo xolasa. Xo'p, endi aka, endi ko'pchilikka ma'lum qildi-da. Mana bu chorvachilik bilan dehqonchilikni общий bo'lib qancha topasiz daromadni bir yiliga? Yiliga 50-60 million bor. 50-60 million. Ko'chatdan 15 million bo'lsa, narigidan 35 million, 40 millionlik shunaqa daromad qilamiz. Yiliga. Yiliga. Uyda ishlab turib, uyda ishlab turib, Gap yo'q ekan. Bundan tashqari mahsumiy dehqonchilik ham qilamiz. Mahsumiy dehqonchilik endi boshqa joyda, to'g'rimi? Yo'q, shu yerda Olmoschichida o'zimizda bog'imiz bor. Bog'. Bog' bor, o'sha ko'chat navlari ham bor. Tarvi, nok, olma, gilos bor. Bo'ldi, tushunarli. Uni keyin alohida videoga chiqaramiz, xudo xolasa, inshaalloh. Rahmat. Bo'ldi. Kimga yoqqan bo'lsa, layklarni ayamaymiz va omad tilaymiz sizlarning ishingizga ham. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Keyingi videoroliklarda ko'rishguncha. Rahmat. Davay.